5 fevralga atab Şehitler izidan 1944-yili Sharq Turkistonda qurilgan eng oxirgi mustaqil davlatimiz Sharq Turkiston Jumhuriyatining poytaxti bo'lgan hozirgi G'o'lji shahri Sharq Turkistonning g'arbiy shimol qismidagi Ili vodiysiga joylashgan. Ili vodiysining tuprog'ining munbat, havosining saf, tog' daryolarining ko'rkam, yayloqlarining yeshilligi bu zaminga o'zgacha tus berib turadi. Bu yerda dehqonchilik va chorvachilikqa masalda tijoratmi taraqqiy qilgan. Chunki u chegara savdo porti va o'xshamagan bir qanchilgan madaniyatning uchrashadigan markaz, strategik muhim o'rin. G'o'lji xalqi o'zining tirishchanligi, pokizligi, xushchaqchaqligi, ma'rif jihatdagi ilg'orligi bilan tanilgan bo'lib, ular Xitoyga bo'lgan g'azab nafrati aniq, diniy va milliy tuyg'usi kuchli xalqdir. G'o'lji xalqi burundan tortib mashrab o'tkazish odatini yetildirgan bo'lib, mashrab orqali fikr almashtirish, bir-birining hol ahvolidan xabardor bo'lish, diniy ma'lumotlarni ko'paytirish, yoshlarni tarbiyalash, milliy an'ana va urf-odatlarni davomlashtirish maqsad qilinadi. Mashrab Sharq Turkistonning boshqa joylariga qaraganda G'o'ljida bir qadar ratlik va sistemali qilib beriladi. 1944-yili Ilida qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining poytaxti bo'lganidek, g'urur va iftixorlik tuyg'usi bilan yashagan G'o'lji xalqi zolim Xitoyning Sharq Turkiston xalqini zaiflashtirib yo'qotishidagi planli harakatining oldingi qadami qilingan edi. Shuningdek, bu xalqi madaniyatlik, xushchaqchaq, mehmondo'st, muhiti go'zal, pokiz, madaniy shaharning yoshlari xushtumtut zaharlik chekimlikka xumor bo'lishga, aydiz bilan yuqumlanishga boshladi. Aroq sharab, qimor sovrinlari avj oldi. Albatta planning ko'ngildagidek ketayotganligidan xush bo'layotgan zolim hukumatning yuqorqi ishlarga parvoyi palak bo'lib, ko'simi ko'rmaslikka saladi. Bu hol xalq ichidagi olim ulamolar, ilg'or fikrlik ziyolilar, millat suyar boy savdogarlarni to'limi ichindiratdi va intayin bearam qiladi. Chunki zolim Xitoy bu razil suiqasdini G'o'lji xalqiga yurgizalisa, tez fursatda butun Sharq Turkistonga yurgizishi mumkin edi. Shunga zolim Xitoyning bu razil suiqasdini bichit qilib tashlab, millatni bu zolimning changilidan omon-eson qutuldirib chiqarish to'limi zarur edi. Bu vaqtda millatning sarxillari jiddiy bosh qotirdi va oxiri o'limalar o'zlarining millatni qutuldirishdagi boshlamchilik rolini joriy qildirdi. Ular oldi bilan millatning kelajagi bo'lgan yoshlarni qutuldirishning muhimligini his qildi va bu mushkul vazifani ado qilish uchun ishni mashrabdan boshlashni planladi. Chunki mashrab G'o'lji xalq ichida 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma kishini o'ziga jalb qilib turadigan ma'rifat so'rini. G'o'lji xalqining xushchaqchaq, mehmondo'st, pokiz ho'shyor yetilishidagi tarbiya markazi edi. Ular mashrab so'rinlari orqali tuvandagi ikki tarafni asos qildi. Birinchi, yoshlarni islomga qaytarib akilish, ularning qog'jirgan qalblarini iymon lazzati bilan sug'urib, nimjon bo'lgan ruhlarini islom ro'yi bilan yashartish. Ikkinchi, iymonga to'lgan qalb, islom bilan yashargan ruhga moslashgan haqiqiy erkak mujohidning badan safosini maydonga keltirish edi. Bu ig'ir mas'uliyatni ustiga olib, xalqni yuksak g'oyaga yetaklab mang'uvchilardan biri Turpondagi Shoimardon domullam va Qog'liqdagi Ablikimxon Maqsum hojimlarda ilm tahsil qilib, 1991-yili kuzda G'o'ljiga qaytib kelgan Abdurish domullam edi. Damulla G'o'ljiga qaytib kelgandan keyin buzilish eng ig'ir bo'lgan Qordon yezisidagi markaziy masjidga imom bo'lgan. Abdurish Damullam bu masjidga imom bo'lgandan keyin Abduxalil Mijid qatorliq nurg'un yoshlar bu jamoaga kelib namoz o'qiydigan bo'lgan va Abdurish Damullamdan diniy ilm tahsil qilishga boshlagan. Abdurish Damullamning darslarini anglagandan keyin G'o'lji yoshlari orasida biz kim? Biz bu dunyoga nima uchun keldik? Biz mushundaq zahar chekib o'limni kutib yotadigan millatmidik degan savollar tug'ilishga boshlagan. Buning turtkisida yoshlar orasida o'ylanish va uyg'unish bosh ko'targan va mahallalarda mashrab guruhlari qurilishga boshlab, qisqagina vaqt ichida butun Ili viloyatini mashrab yig'ilishlari qopladi. G'o'lji shahri orasida diniy bilimlarni o'rgatish, namoz o'qish va har turli tanharkat faoliyatlari bilan shug'ullanish boshlanib, to'y-to'kinlar aroq sharobsiz o'tkaziladigan bo'lgan. Natijada G'o'lji yoshlari orasida Uyg'ur hozirgi zamon tarixidagi milliy uyg'unish harakati maydonga kelishga boshladi. Bu milliy uyg'unishni ko'rgan Xitoy fashistlari buningga chidamay, zaharlik nashrlarni bu yoshlarga qaratib, tanharkat maydonlariga buzg'unchilik qilish
kollektiv tanharkat faoliyatlarini cheklash, mashrablarga aktiv qatnashayotgan yigitlarni yoshirin tutqun qilib, qorong'u zindonlarga qamashga boshladi. 1997 yil 2 ayning 5 kuni imoni, vijdon g'ururi to'lib toshgan millatimiz qahramonlarining Xitoy tajovuzchi qonxo'r hokimiyatining zo'rliq zo'mbuliqlariga bo'lgan sabr qochisi tashdi. Ular beshida laylab turgan qonliq ajalga tavakkul qilib, g'usl tahorat elib, la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan tavhid kalimasi yozilgan shiorlarni ko'targunicha 1997 yil 2 ayning 5 kuni tushdan burun soat 10 atrofida 300 dan ortiq Uyg'ur qahramonlari shaharlik doktorxona tashlabga oldidan yurishga boshladi. Taxminan 5 kilometr atrofida tinchlik bilan mengib, viloyatlik xalq hukumati oldiga kelganda, fashist qonxo'r Xitoy ig'ir qurollar bilan qurollangan qo'shinlar bilan qahramonlarning oldini to'sdi. Dastlabda Uyg'ur qahramonlarini 0 dan tuvan 20 gradusning ostida bo'lgan sovuq havoda suv chechish mashinasi orqali sovuq suv bilan to'xtatdi. Keyin bularni tutqun qilib, ba'zilarini naq maydonda ichinishda o'ltirgan bo'lsa, yana ba'zilarini to'ng'iltib o'ltirdi. Bir qismlarini xalqqa ibrat qilish uchun texmi qiynab o'ltirishni maqsad qilib turmaga tashildi. Bu ahvolda ota-ona va urug' tuqqanlarning yuragi chidamadi. Ular adisi ko'chalarga chiqib tinch namoyish qildi. Shuning bilan G'ulja irqiy qirg'inchiligidagi qonliq bostirish maydoniga keldi. Nurg'un gunohsiz, hatto qo'lida to'mirning sunuqimi bo'lmagan quruq qo'l xalqimizni Xitoy jallotlari ig'ir tipdagi qurollar bilan umumyuzlik bostirdi. Şehitlerimizden qini G'ulji shahrini qip-qizil rangi bo'ydi. Biz bu shehitlarimizni mangu unutmaymiz. Her qachon ularning izini besishga tayyormiz. Ey shehitlarimiz, ruhinglar shod bo'lsin. İnşallah qisosinglarni olamiz. Bu inqilobda avangardlik rol o'ynaganlar. Birinchi Abduxalil Mijit 1968 yili G'ulji shahar Boyanda yeza Tejan kentida tug'ilgan. 2001 yili kuz oylarida Chapchalnoya suv turmisida tayoq zarbasidan shahid bo'lgan. G'ulji mashrab harakati 5 fevral namoyishi va hozirgi zamon Uyg'ur milliy uyg'unish harakatining yetakchisi. 2. Tursun Salay 1968 yili G'ulji shahar Sharq mahallasida tug'ilgan. 1998 yili yuz bergan 26 iyun 3 to'qinishida shahid bo'lgan. 3. Abdurazaq Shamsiddin 5 fevral kurashchisi. Xitoy hokimiyati tarafidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan. Hozir Urumchi Bajavxo turmisida. 4. Partizan Hamid Muhammad 1970 yili tug'ilgan. Hozir Urumchi 5 turma 4 atratda. 5. Abdushukur Nuralim 5 fevral G'ulji inqilobidan keyin 4 nafar sabdishi bilan Qo'rg'os noyisida shahid qilingan. Qo'rg'os xalqi Abdushukur Nuralim mazirini 7 shahidlar maziri deb atamoqda. 6. Abdusalom Shamsiddin va Abdusattar Shamsiddin Akufkala. Abdusalom hozir Urumchi Bajavxo 1-turmisida, Abdusattar jazo lagerida. 7. Shahid Abdurish Tojim. O 1997 yili 5 fevral G'ulji voqeasiga qatnashib, shu kuni tutilib 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Jazo muddati to'shqandan keyin qo'yib berilgan. Ammo 2017 yili jazo lageriga olib ketib, jazo lagerida shahid qilingan. 8. Sadriddin Shamsiddin 1976 yili G'ulji shahar Kepak Yuzi yezisida tug'ilgan. G'ulji mashrab harakati Kepak Yuzi tarmoqining yetakchisi. 1998 yili Olmutash shahrida suiqasdga uchirgan. 9. Ahmad Mamtimin 1974 yili G'ulji shahar Kepak Yuzi yezisida tug'ilgan. 1998 yili 4 ayning 18 kuni yarim kechida yuz bergan Xudiyar yuzi to'qinishida shahid bo'lgan.